Navbatdagi masalamiz DNK masalasi. Xo'p, DNKda 180 ta vodorod bog' bo'lib, ularning 30% guanin sitozin orasida joylashgan. Ushbu fragmentdagi adeninlar sonini toping. Demak, bu masalani ishlashdan oldin DNK molekulasini o'z tasavvurimizda chizib olamiz. Demak, adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin o'rtasida 2 ta, guanin, sitozin orasida esa 3 ta vodorod bog' borligi ma'lum. Endi bizda jami o'zi 180 ta vodorod bog'i bor. Bu 100%. 30% guanin sitozin orasida. Demak, qolgan 70% esa adenin hamda timin orasida bo'lgan. 30% ni topadigan bo'lsak 54 ta. Demak, 54 ta bu guanin sitozin orasidagi vodorod bog' bo'lsa, qolgani adenin timinga qolyapti. Demak, 180 dan ayrimiz 54 ni. Chiqadi javobimiz 126. Demak, 126 ta vodorod bog'imiz adenin timin o'rtasida joylashgan. Bunda 126 ta, bunda esa 54 ta. Bizdan adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'larimiz ma'lum bo'ldi va adeninlar sonini topib qo'ysak bo'ldi. Adenin sonini qanday topamiz? Ya'ni mana bu oradagi ikkita vodorod bog'ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Demak, 126 ni bo'lamiz 2 ga. Chiqadi 63 ta adenin, 63 ta timin. DNK'mizda demak guanin sitozinni so'rab qolish mumkin. Ba'zi masalalarimizda guanin sitozin qancha deydigan bo'lsa, bunda 54 ni 3 ga bo'lamiz, ya'ni orasidagi vodorod bog'larga bo'ladigan bo'lsak, demak 18 ta. Demak, 18 ta guanin, 18 ta sitozin borligi ma'lum shu DNK'miz tarkibida.